Good afternoon, everyone. Now we will talk about the modal verb should. In Uzbek language, should means kerak. Demak, should kerak degan ma'noni anglatar ekan va modal fe'l hisoblanar ekan, lekin kerak degan ma'noni anglatishi bilan bu fe'lga qo'shimcha ma'no beradi, lekin o'zi aslida mustaqil ma'nosiga ega emas hisoblanadi. Demak, sho'dni biz qachon ishlatamiz? Sho'd asosan maslahat ma'nosida ishlatiladi, ya'ni kimdirga maslahat berish, maslahat olish yoki nimadir narsani maslahat bermaslikda sho'ddan foydalansak bo'ladi. We use should to give friendly advice or make a recommendation. It's polite way to suggest what is good idea. Example, you should try this amazing pizza. Ya'ni biz sho'dni kimdirga tavsiya yoki maslahat berganimizda ishlatar ekanmiz. Asosan do'stona kontekstlarda. Qanday qilib sho'dni ishlatamiz? Sho'dni ishlatilganda gapning tuzishda birinchi navbatda gapning egasi keladi, subject, undan keyin should va undan tashqari keladi fe'lning o'z shakli. Should bilan ishlatilganda fe'lga, ya'ni birlikda yoki shaxs sonida hech qanaqa tuslanish sodir bo'lmaydi. Is yoki ed kabi fe'llar qo'shilmaydi. Shunchaki sho'dda fe'lning o'z shakli ishlatiladi. He should rest. U dam olish kerak. He should rest. Bu xato hisoblanadi sho'ddan keyin, chunki fe'lning o'z shakli keladi. Ya'ni o'sha vazifalarga nisbatan sho'dni ishlatamiz. Should can also express mild obligation or duty. Ya'ni should shuningdek yengil majburiyat va vazifalarni ham ifodalaydi. It's ya'ni u mustdan kuchsizroq yoki yengilroq hisoblanadi. We should respect our elders. Ya'ni biz o'zimizning keksalarimizni hurmat qilishimiz kerak degan maslahatli gaplarda ishlatishimiz mumkin. Ya'ni biron narsa bizni kutganimizdek boshqacha bo'lib kelganda va sho'dni ishlatishimiz mumkin. Masalan, siz kirdingiz do'konga, do'konda olmalar 10 ming so'mdan sotilyapti, lekin siz 5 ming so'm bo'lishini